Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun xudo xohlasa 34 yoshli akamizni bel umurtqalari tomografiyasi, MRT tomografiyasini ko'rib chiqamiz. Bizda hozir sagital kesim mana ko'rib turibmiz. Bu yerda ikkita grija ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda yaqqol aks etgan migratsiyalangan grija, ya'ni qaranglar, chiqib turib grija bu уже pastga oqishga harakat qilyapti. Bu migratsiyalangan grija deyiladi. Bungacha olib kelishda o'zicha xavfliroq. Ammo bu yerda yana bitta grija, ikkinchi grijasi bu grija, bu migratsiyalanmagan. Lekin ozgina ko'rishimiz mumkin. Bu umurtqa bilan bu umurtqaning chegarasi где-то 3 yo 2 mm ga siljishga moyillik bor, siljigan. Aksial kesimini ham ko'rsak bo'ladi. Qaranglar, mana shu rejim umurtqaning shu urvini, ya'ni migratsiyalangan va bu yerda mana yarim oysimon bo'lishi kerak. O'zi asli mana markazda bizga ko'rinib turibdi. Yana bitta tushsak, mana qaranglar. Ikki yon tomonga, chap tomon ham, o'ng tomonni ham уже ezyapti. Ora masofa qisqaryapti, ko'ryapsizlar? Mana bu yerda umuman yaqqol aks etyapti. Mana bu grija bo'ladi. Tushamiz. L5S1dagini ko'rishimiz mumkin. Bunda ham mana ko'raylik-da. O'ng tomonda ozgina ochiq, lekin chap tomonda уже to'sib qo'yapti. Markazda ham ko'rishimiz mumkin. Yaqqol aks etyapti. Qaranglar-da, bu o'zimdek bo'lish kerak. Bunday bo'lish kerak. Chunki umurtqaning tanasi yumaloq bo'ladi. Menimcha tamom.